Hammaga assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Kechib qoldi. Kechuvsa ham bitta video qilay dedim. Gaplar ko'p, gapiradigan ishlar nimalar ko'p ketyapti. Akalar, bilasizlar, men o'zim Surxondaryo Denovdanman. Agar mana shu Surxondaryo territoriyada bo'lsa, masalan, yaxshi powerlar, o'zimizni bir yaqin akamiz staloy ochgan. Yaxshi nima bo'lmagan, ish bo'lmagan, xullas, ish bo'lmagan. Bitta power kerak. Masalan, power qanaqa power desanglar, osh biladigan, osh pishirishni biladigan, zo'r, masalan, oshni zo'r qiladigan power bo'lsa, chet ham kerak emasda, shaqqa ishlasa bo'ladi-da, tinchgina oilani bag'risiga ishlab yursa bo'ladi. Faqat master zo'r power bo'lish kerak-da. Agar ichinglarda bitta shuna yaxshi power bo'lsa, iloji bo'lsa Surxondaryodan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Uyga yaqinroq joy bo'lsa. Shu Denovda o'ziga joylar qilingan, hammasi tap-tayyor. Может, men bilan ishlar yoki akam bilan shu o'ylanib qoldim. Agar yaxshi power bo'lib, ish zo'r bo'layotgan bo'lsa, mana shu qolib ishlardik-da birga hammamiz. Kelishib, как положено o'sha qilgan yoki sotgan kilosiga yoki boshqa oylikka har xil gaplashib, nima qilaverardik. Savdodan kelib chiqibman. Joylari tayyor, staloy hammasi tap-tayyor turibdi. Faqat o'zimizda Denov xalqi shunaqada, mana oshni, somsani, go'sht, ana shunday go'shtni nimalarni yaxshi ko'radi. Osh o'zi hadavoy narsa, faqat ko'p joylarga yopilib ketadi. Nimaga? Power ketib qoladi, power bilan chiqish olmaydi, har xil vaziyat bo'ladi. Shuning uchun ketib nima bo'lib qolyapti. Agar ichinglarda mana bo'ladi-ku, mana har xil meni kuzatadigan odamlar, har xil sohadagi insonlar bor-da. Agar ichinglarda yaxshi powerlar bo'lsa, bitta kishi kerak-da, zo'r power bo'lsa, oshni udar qiladigan, haqiqatan zo'r qiladigan oshni nima bo'lsa, klient ko'p yig'ib olsa bo'ladi. Klient ko'p. Lekin oshni o'xshata olmay, shavla qilib, yog' bu yoqqa borsa, u klient qochadi-da baribir. Agar oshni zo'r qilsa, mana shu bilaman-da, bizda staloy-ku, mana shahar sentrog'iga, shahardan chekkalarda oshni zo'r qilib borib yeymiz-da o'sha yoqqa. Shunday. O'sha oshi zo'r deb boriladi. Shunaqa. Keyin o'shanga yaxshi pul ham topsa bo'ladi-da. Shunday. Agar ichinglarda shunaqa yaxshi powerlar bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, o'zim Telegram nomerim bor. O'shanga aloqaga chiqsanglar, bir gaplashib, mana Surxondaryodan bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Mayli boshqa viloyatdan bo'lsa ham qandaydir kelishib ishlovsak, yaxshi nima bo'lardi. Demoqchiman, tayyor joy, remontlar qilingan, 4000-5000 dollarga o'sha remont qilib ketildi unga. Rasxod bo'lib ketgan. Endi powerlar o'xshamay qolgan, har xilcha ovqat qilib tashagan, bir ikkita ayolni qo'ygan, har xilcha ovqatlar qilib tashagan, o'xshamagan. Shunga keyin men o'zim o'ylab qolyapman, nima kerak har xil 5-10 xil ovqat qilib. Bitta ovqat qilish kerak, zo'r qilish kerak deyman. Masalan, oshni bitta master bo'lsin, kamida 20 kilo, 25 kilo guruch damlasin bir kunga. Zo'r power bo'lsa, ana shuncha guruch damlasa ketadi-da oshi, obedgacha qolmay ketadi. Obeddan keyingacha qolmaydi o'zi oshi, shunday bo'ladi. Agar shunaqa ichinglarda masterlar bo'layotgan bo'lsa, oshni biladigan zo'r power bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bir gaplashamiz. Ko'ramiz, qanday qilasiz oshingizni, yo rasm, video yoki kelasiz, bir damlab berasizmi, o'shanga qarab bir gaplashib, bir kelishib nima qilib olamiz, bir to'xtamga kelamiz. Faqat niyati jiddiy odam bo'lsa, men o'zim shaxda bo'laman, o'zim boshqa bo'laman yoki men bilan yoki akam bilan ko'ramiz, yoki akam menga topshirar. Har xil vaziyat qarab nima qilib ish tutsak bo'ladi. Shunaqa gaplar akalar, podpisatsiya bosib qo'yinglar, videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Ichinglarda shunaqa power bo'layotgan bo'lsa, oshpaz power, oshni biladigan master bo'layotgan bo'lsa, shu videoni yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.